Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan bugun Cat Gold coin haqida gaplashib o'tamiz. Uni mining qilish va hozirgi narxi va uning asosiy qiymati qanchaligi haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni umumiy sotuvda qancha coin bor va qancha coin mining qilish jarayonida ular haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Cat Gold o'yini asosan Telegramda boshlandi, ya'ni so'ngra mana bunaqa ko'rinishda ilovasi, ya'ni mining ilovasi paydo bo'ldi. 2025-yildan boshlab Cat Gold coinini mining qilish boshlandi va o'zi asosan 2024-yilda Telegramda o'sha mining boshlandi, ya'ni Notcoin'dan so'ngra shunaqa o'yinlar ommalashib bordi va bu coin ham o'shalar qatorida Telegramda o'ynab coinlarni to'plash boshlandi. Undan so'ngra biz Cat Gold o'yinida mining ilovasi ham paydo bo'ldi. Mana ko'rib turibsiz ekranlarda va adashmasam 19-yanvar 2025-yil 19-yanvar kuni mining bo'ldi, ya'ni listing bo'ldi. O'sha siz kriptovalyutani sotish va sotib olish huquqiga ega bo'ldingiz, ya'ni siz to'plagan coinlaringizni sotib o'z daromadingizni yechib oladigan bo'ldingiz. Ya'ni shu darajaga yetib keldi. Hozirda Cat Gold o'yinini ilovasini ochasiz va yuqorida ko'rib turgan mana kirishda ko'rgan ya'ni ilovaga kirishda o'sha brokerlar bor. O'sha brokerlarda siz o'zingizni coinlaringizni sotishingiz mumkin bo'ladi. O'yin juda qiziqarli va oson. Siz mana shunaqa konlarni qazib o'z pullaringizni ko'paytirishingiz mumkin, ya'ni to'plashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, hozir men yana bitta kon ochaman. Mana ko'rishingiz mumkin, yangi kon ochildi va bu yerda ishchilarni sotib olishim kerak bo'ladi va sotib oldim. Va mana ishchilar o'sha menga coinlarni to'plab beradi oz miqdorda. Ya'ni coinlar qanaqa to'planadi? Ya'ni mana bu ko'rsataman sizga. Mana yuqoridagi bu Cat Gold coin ya'ni hisoblanadi. Ya'ni yuqorida ko'rganingiz. Bu esa siz mana bu yerda qazib olayotgan pullaringiz hisoblanadi. O'sha pullarni siz darajalarni ko'tarasiz, ya'ni darajani ko'targaningiz sari sizga tangalar berishadi, ya'ni Cat Game, ya'ni mana yuqorida ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa tanga berishadi va siz tangalarni sotish orqali daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, men do'konga kirib agar $7 tanga sotib olmoqchi bo'lsam, qancha menga tanga beradi? 1500 tanga menga berar ekan $7 ga. Ya'ni hozir men agar $1 sotib olsam qancha? Ya'ni 300 ta Cat Gold berar ekan menga agar sotib olmoqchi bo'lsam. Bu hozirda faqat mining qilib to'plashingiz mumkin. Sotish esa hozirda ochilmagan, lekin bu coin birjada bor. Uni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, Google'ga yozasiz. Google'ga Cat Gold coin price deb yozsangiz, ana coin market cap ilovasida siz ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Cat Gold o'yinini coin market cap, ya'ni bu coinlar haqida to'liq ma'lumot beradigan sayt hisoblanadi. Umumiy ma'lumotlarni siz shu yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin o'sha o'yin va o'sha o'yinni coinning narxi yuqorida ko'rsatib o'tilgan va birjaga chiqqan, uni ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aslida bu 19-yanvar kuni 2025-yil 19-yanvar kuni chiqqan bo'lishi kerak.
Xo'p, umumiy qiymati sizlarga ko'rsatib o'taman. Jami ta'minot yozilgan, ya'ni jami ta'minot bu o'sha Cat Gold'ni umumiy qiymati hisoblanadi va hozirda ya'ni aylanmada, ya'ni siz hozir ishlatib turgan jami coinlar odamlarga taqsimlab berilgan. Ya'ni odamlar hozirda shuncha coin bor va ovoz balandligi bor yuqorida. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ovoz balandligi bu nimani anglatadi? Bu bugunlik, ya'ni bir kunlik savdo aylanmasi hisoblanadi va kapitali, bu yerda bozor kapitali bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda o'sha coin haqida to'liqroq ma'lumot va qaysi nima bilan shartnoma qilingan, ya'ni Toncoin bilan shartnoma qilingan, qaysi hamyonlarga siz yechib olishingiz mumkin. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Telegramning ichidagi Ton kashalogingizga yoki Toncap yoki MyTon Walletga yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerdagi walletlar hisoblanadi. Xo'p, bu degani 4dan 1 qismi hozirda bozorda va qolgan qismlari mining qilib biz qazib olishimiz mumkin. Mana bu ilova orqali, ya'ni siz bu ilovani Play Marketdan ham yuklab olishingiz mumkin. Play Marketda yuklab olasiz va siz o'yinni boshlashingiz mumkin. Ilova hozirda yangi 2025-yil chiqdi. Shuning uchun hozirda ko'p kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni faqat sotib olasiz, sotish yo'q hozirda. Buni asosiy sabablari o'sha coinning narxi tushib ketmasligi bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma to'plab birdan sotib yubormasligi uchun bu narsa o'ylab topilgan. Ya'ni siz biroz o'sha Cat Gold'ni to'plang va undan so'ngra sotishni imkonini beradi. Ya'ni siz o'sha sotsangiz tushib ketaveradi. Ya'ni o'sha goldni, o'sha coinning narxi tushib ketaveradi. Shuning uchun bu ilovada sotish yo'q va sotib olish bor. Ya'ni siz sotib olsangiz bu coin yanada yuksaladi va narxi osha boradi. O'sha bozor qiymati ham oshib boradi shunga yarasha. Shuning uchun hozir faqat to'plash berilgan, sotish yo'q. Sotish ochilishi aniq, ya'ni ochiladi qachonki o'sha siz ko'proq coin to'playsiz va bozor o'z normallashganda, ya'ni sotishlar soni kamaygandan so'ngra, ya'ni hozir yangi coin bo'lgani sababli hamma hozir sotmoqda. Ya'ni Telegramda bu o'yin o'ynalgan. O'sha Telegramda siz sotishingiz ham mumkin. Buni ko'rib chiqamiz. Ya'ni xo'p, Telegramda buni hamma sotmoqda. Telegramda ham o'ynaganman bu o'yinni. Telegramga kirdim. Videoni ostida men o'sha Cat Gold o'yinini sizlarga tashlab o'taman. Ya'ni o'sha link orqali ham siz bu o'yinni o'ynashingiz mumkin va ilovasini ham o'ynashingiz mumkin. Aslida meni joylarim juda ko'p edi va telefonni almashtirdim. Ya'ni Telegramim qaytadan yangilandi, ya'ni Delta account bo'ldi. Undan so'ra menda mana bu yerdagi shaxtalar soni kamaydi. Agar Telegramda o'ynayman desangiz, hammasi pulli hisoblanadi. Ya'ni siz pul sarflab o'sha shaxtalarni ochishingiz kerak bo'ladi. Hozirda ilovasida
nima deydi, ilovasini o'rnatib olsangiz, ilovada shunchaki siz o'sha shaxtalarni o'zingiz pulsiz, ya'ni pul sarflamasdan coin to'plashingiz mumkin. Telegramda esa oldinroq chiqqani uchun pul kiritasiz va undan so'ngra siz shaxtani ochishingiz kerak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, 3 tonga, ya'ni 2,89 tonga siz yangi shaxta ochishingiz mumkin bo'ladi. Mana pulim ko'rishingiz mumkin, yuqorida ko'rsatilgan, mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan 975 ta coinim bor emish va soatiga qancha coin to'playman bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Lekin bu o'yinni ancha oldin o'ynaganingizda juda ko'p pulingiz bo'lar edi. Ko'rishingiz mumkin, mana o'zimni 975 ta coinim $4 tashkil qilar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Balans va taqriban hisoblangan $4,88. Yechib olish buyurdi. Mana yechib olish va almashtirishlar Telegramni ichida bor. Ya'ni bu Telegramni ichida 2024-yilda chiqqan, ya'ni 2024-yilda bu o'yin boshlangan. Bu ilovasi esa 2025-yildan ishga tushdi. Bu ilova 2025-yildan ishga tushdi va shuning uchun bunda hozir Telegramda o'ynalgan kabi hamma narsa tekin. Ya'ni siz o'sha mining nimalarni ishlagan pulingizga sotib olishingiz mumkin. Ya'ni mana bular sizga pul to'plab beradi va to'plagan pulingizni ikkinchi shaxtani ochishingizga sarflashingiz mumkin bo'ladi. Lekin Telegramning ichida esa unday emas. Telegramning ichida faqatgina pulga sotib olishingiz mumkin shaxtalarni. 2024-yilda o'ynalgan bu o'yin hisoblanadi. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariyaga o'z izohlaringizni va savollaringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'yinni o'ynashni xohlasangiz YouTube sahifamda va Telegram kanalimda ham tashlab qo'yaman.